O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mas'ullari boshchiligida Buxoro viloyatida sud-huquq masalalariga bag'ishlangan sayyor qabullar o'tkazildi. Aholi bilan doimiy muloqot qilish, fuqarolarni qiynayotgan muammolarni hal etishning samarali mexanizm va usullari joriy etilgani mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Odamlarning dardini eshitish, og'irni yengil qilish, yurtdoshlarimizni adolatga, davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Joriy yilning 25-26 mart kunlari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti rahbariyati tomonidan aholi murojaatlarini hal etish hamda ularning muammoli masalalariga amaliy yechim topishda huquqiy yordam ko'rsatish maqsadida Buxoro viloyatining Vobkent hamda Jondor tuman xalq qabulxonalarida sayyor qabullar o'tkazildi. Qabullar davomida 50 nafar fuqarolar ishtirok etib, tergov va surishtiruv jarayonlari, kadastr va pasport masalalari, ichki ishlar organlariga o'qishga va xizmatga kirish, yo'l harakati xavfsizligi, probasiya kabi yo'nalishlarda o'z murojaatlarini bildirdilar. Murojaatlarning aksariyati joyida ijobiy hal etilib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Qo'shimcha o'rganish talab etuvchi murojaatlar bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berilib, ularning ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Bu kabi ochiq muloqotlar, aholi bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlar va sayyor qabullar Buxoro viloyati bo'ylab davom etmoqda.